Dunyoda 8,27 milliard odam bor. Shundan 2,1 milliarddan ortig'i, ya'ni taxminan 25% iste'molga yaroqsiz bo'lgan past sifatli suvdan foydalanadi. Buni oldini olish uchun ko'plab davlatlarda suvni tozalovchi filtrlar qo'yilgan, ammo o'zbeklar buning yangicha yo'lini topdi. Mana bu qo'lda turgan narsa bir ko'rishda ko'mirga o'xshashi mumkin, lekin bu ko'mir emas, balki o'zbek olimlar tomonidan yaratilgan suvni tozalovchi vosita va bu butun dunyoda ilk marotaba yaratilgan. Hozirda Topul deb nomlangan ko'p qatlamli nanouglerod preparati inson salomatligi uchun xavfsiz bo'lib, yallig'lanish va yaralarni tez bitishiga yordam beradi. Shu bilan birga bakteriyalar, viruslar va zamburug'larga qarshi faol ta'sir ko'rsatadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, rivojlangan davlatlarda shunga o'xshash preparatlar mavjud bo'lsa-da, Topul suvni tuzlar, og'ir metallar, organik ifloslantiruvchi moddalar va radionuklidlardan samarali tozalaydi. Sanoat xomashyosini qayta ishlashda, tibbiyot, qishloq xo'jaligida, quyosh tizimlari va energiya saqlash qurilmalarida ham undan foydalanish mumkin. 7 yil davomida yaratilgan maxsus modda O'zbekiston innovatsiyasi bo'lib, dunyo standartlariga javob beradi va u yaqin kunlarda amaliyotga joriy etiladi.